Azizlar, oldin boshida men yuk jo'natib, shunaqa pochta O'zbekistonga pochta jo'natib, shunaqa ish qilib yurib, keyin nima qilganman? Aviakassa ochganman. Endi bizdan ko'pchilik so'rayapti, O'zbekistonga yuk jo'natsak bo'ladimi, qanaqa qilsak bo'ladi degan murojaat ko'pligi uchun shu yuk jo'natish masalasini ham hal qilib, poyezdda ham gaplashib qo'ydim. Samolyotda ham jo'natib beraman. Agarda kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu pastda qoldirilgan nomerga murojaat qilsanglar, yuk bo'yicha cho'tka qilib xizmat qilib beramiz. Qaranglar, vodiyliklar Andijonda oladi. Misol, например, Farg'ona bo'lsa, Namangan bo'ladigan bo'lsa, Namanganga uchadigan samolyot bo'lsa, aeroportda oladi. Farg'ona bo'lsa, Farg'onaga jo'natamiz, aeroportda kutib olib oladi odamni. Biz odamdan oladi, ya'ni biz odam kutib olib beradi-da, sizlarga olib ketaveradi. Poyezdda bo'lsa, misol poyezdda chiqaradigan yuk bo'ladigan bo'lsa ham, biz Andijonga davr olib borib beramiz, Andijondan olib ketiladi. Samarqand, Buxoro, Qarshi bular ham Toshkentga davr boradi xolos azizlar. Biz uni u yog'iga olib bora olmaymiz. Faqat Toshkentga davr olib boramiz xolos. Shunaqa xizmatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu pastda qoldirilgan nomerga murojaat qilsanglar, Xudo xolasa cho'tka qilib bitkazib beramiz. Tanishinglarga ham jo'natib qo'yinglar.